Hadis-u sharifdagi ilmiy mo'jiza. Musulmonlar sunnatga ko'ra uyquga yotishdan avval ko'rpalarni qoqadilar. Buning hikmati nimada? Yaqinda g'arb olimlari bu holning ilmiy dalillarini isbot qildilar. Inson uyquga yotganda uning tanasidan hujayralar o'lib, ko'rpaga to'kiladi. Ushbu o'lik hujayralarni ko'z bilan ko'rish mumkin emasligidan ko'pchilik bunga e'tibor bermaydi. Ertasiga uyquga kelganda yana o'lik hujayralar to'kilib, avvalgi o'lgan hujayra bilan birlashib tanaga yopishadi. Shu sabab bilan insonda har xil kasalliklar paydo bo'ladi. Olimlar ushbu holatning oldini olish choralarini qidirdilar. Avvaliga ko'rpa jildini kir yuvish kukuni bilan yuvdilar. Bu foyda bermagach, turli tozalash vositalarini qo'lladilar. Ammo hujayralarning ketkazishning imkoni bo'lmadi. Olimlardan biri ko'rpani qo'l bilan qoqishni taklif qildi. Shundan so'ngra o'lik hujayralar ko'rpa jildni tark etdi. Bundan 14 asr ilgari janobi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bizlarga ushbu amalni ta'lim berganlar. Hadisning ilmiy isboti endigina ma'lum bo'ldi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kishi to'shakka yotganida ko'rpa va izorini qoqib tashlasin, chunki uning orasida nima borligini bilmaydi dedilar. Buxoriy va Muslim rivoyati.